Dasturimiz davom etadi. Navoiy viloyatining betakror tabiati, qadimiy obidalari va ziyoratgohlari katta sayyohlik xazinasidir. Prezidentimizning 2026-yilda hududni barqaror rivojlantirishga oid qarorida aynan mana shu imkoniyatlarni to'liq ishga solish ustuvor vazifa etib belgilangan. Xo'sh, vohaning turizm xaritasida yana qanday yangi yo'nalishlar paydo bo'ladi? Zamonaviy dam olish maskanlari va servis xizmatlari bo'yicha rejalar qanday? Galdagi lavhamiz viloyatning yangilanayotgan qiyofasi va turizm istiqbollari haqida. Mazkur qaror bilan joriy yil yakuniga qadar Karmana tuman markazidagi yangi avlod islohot bog'i va Karmana dehqon bozori bilan uyg'unlashtirilgan holda qadimiy Karmana turistik markaz barpo etish hamda Karmana ko'chasini renovatsiya asosida milliy uslubdagi madaniy, turizm va xizmat ko'rsatish markaziga aylantirish maqsadi rejalashtirildi. Bunda Qosim Shayx xonaxohi va Mirsaid Bahrom tarixiy ziyoratgohi restavratsiya qilinib, o'zaro bog'langan yagona turizm halqasini tashkil etish vazifasi belgilab berilgan. Mazkur tashabbus oddiy infratuzilma loyihasi emas, balki turizmni iqtisodiy harakatlantiruvchi kuchga aylantirishga qaratilgan kompleks yondashuvdir. Qadim Karmananing hududidagi mavjud Mirsaid Bahrom, Qosim Shayx madaniy meros obyektlarini bog'lovchi turizm maskani loyihasini amalga oshirish belgilab berildi. Bunda 2,5 kilometr hududda turizm xizmatlarini yo'lga qo'yish, 24/7 ishlaydigan turizm obyektlarini amalga oshirish, aholiga xizmat ko'rsatuvchi yangi xizmatlarni yo'lga qo'yish bunda belgilandi va asosiy e'tibor shunga qaratildi. Demak, bunda aytib o'tishimiz kerak, asosiy aholining bandligini ta'minlashga, aholining turizm xizmatlari natijasida daromadini oshishiga yuzaga keladi. Bularning negizida esa hududga tashrif buyurayotgan sayyohlarning ortishiga, qolish kunlarining oshishiga, yangi joylashtirish vositalari, yangi sayyohlik tashkilotlarining tashkil etilishiga zamin yaratadi. Albatta, ziyoratgohlar, hunarmandchilik markazi va savdo xizmat ko'rsatish obyektlarini o'zaro bog'lash turizm xizmatlari eksporti va mahalliy daromadlar o'sishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Endilikda Karmana markaziy ko'chasi va 3 ta ichki ko'chalar qiyofasini etnik uslubda ta'mirlanishi va yo'l infratuzilmasini yaxshilanishi, qadimiy Karmana turistik markazini tashkil qilish jarayonida Mirsaid Bahrom ziyoratgohi bilan kompleks uyg'unlashtirilgan holda shu hududdagi 4,5 gektar eski bog' hududida zamonaviy barcha sharoitlarga ega bo'lgan islohot bog'i barpo etilishi tashrif buyuradigan sayyohlar oqimini oshishi bilan birga hudud aholisi uchun ham bir qator qulay imkoniyatlarni yaratadi. Mirsaid Bahrom me'moriy yodgorligi 10-11 asrlarga mansub. Bu manzil viloyatning turizm salohiyatini o'zida jamlagan noyob tashrif qog'ozi deyish mumkin. Mirsaid Bahrom o'zi kim edi desangiz, 11-asrda mana shu Karmanada yashagan ulug' avliyolardan bittasi edi. Va mana shu Mirsaid Bahrom davrida Qoraxoniylar sulolalarini yurtga hukmronlik qilgan paytlarida Mirsaid Bahrom maqbarasi nimaga bu yerda paydo bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu Mirsaid Bahrom Karmanani rivojlanishda, yuksalishda juda ko'p islohotlarni amalga oshirgan podshohlardan bittasi bo'lgan edi. Bizda me'moriy yodgorliklarimiz hozir ham mana shu Navoiy viloyatida yuzlab me'moriy yodgorliklarimiz bor. Bular endi o'sha qadim Karmanada deysizmi, umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan mana shu 2023-yilda bitta qaror bilan 5 ta Navoiy viloyatining Karmana tumanidagi madaniy meros obyektlari umumjahon merosga aylantirildi. Bu ham o'zi bir tarixiy hodisa desak bo'ladi. Hali O'zbekistonda bunaqangi bizning madaniy merosimizga e'tibor bo'lmagan edi. Bu eng muhimi shuki, 58-qarorda butun dunyoga ko'z-ko'z qilish mumkin bo'lgan bir marshrut qilib, atroflarida xizmat ko'rsatish tizimlarini qilib, demak sayyohlar uchun zarur bo'lgan barcha shart-sharoitlarni yaratish loyihasini demak hozir ishi boshlandi. Karmanadagi yana bir nodir me'moriy yodgorlik Qosim Shayx majmuasi 500 yillik tarixga ega. Endilikda bu yodgorlikda ham ta'mirlash ishlari olib borilishi rejalashtirilgan. Ushbu me'moriy majmua 16-asrda Buxoro hukmdorlaridan bo'lgan Abdullaxon II tomonidan o'zini piri bo'lgan Qosim Shayx Azizonga atab bunyod etilgan. Bugungi kunda bu yerda nafaqat mahalliy sayyohlar, juda ko'plab xorijiy sayyohlar ham tashrif buyurmoqda. Va biz buni bugungi kunda mana kelayotgan har bitta sayyohga bizning tariximiz, o'tmishimiz buyukligini, shu madaniy meros obyektlarida ham juda katta ta'mirlash ishlari olib borilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Qadimiy Karmana turistik markaz barpo etish jarayonida asillik, o'ziga xoslik va madaniy meroslar tarixini jamlagan holda tiklash ishlari olib boriladi. Xususan, viloyatning qadimiy o'tmishidan darak beruvchi davlat muzeyida ham joriy yilda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilishi belgilangan. Aynan mana shu qarorni qabul qilinishi Navoiy viloyati muzeyi
tarixi va madaniyati davlat muzeyini qayta qurilishi bilan bog'liq masalalarni ro'yobga chiqarishga zamin yaratilmoqda. Aynan tarixsiz kelajak yo'q deymiz biz. Mana shu kelajakni qurib berishda, yoshlarimizga yetkazishda, boy madaniy merosimizni saqlash va ajdodlarimizga bus-butun yetkazishda muzeylarimizning ahamiyati beqiyosdir. Turistik salohiyatni rivojlantirishda ham muzeylarning ahamiyati juda ham o'rni beqiyos. Qarorda shunday aytib o'tilyaptiki, viloyat muzeyi bilan bir qatorda Karmana tumanida joylashgan Nigaroniy majmuamizda muzey ekspozitsiyalarini yangilangan ansambli shakllantirilmoqda. U ham nafaqat mana shu xalqimizni muzeylarimizga ko'proq tashrif buyurishlariga, balki o'sha tariximizni ko'proq o'rganishga, kelayotgan sayyohlarimizni tashriflar sonini oshirishga sabab bo'ladi. Ichki va tashqi turizm salohiyatini yanada oshirish, xorijlik va mahalliy sayyohlarga ko'rsatilayotgan servis xizmatlar sifatini yanada yaxshilash va sohada mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanishga qaratilgan qaror endilikda faqat infratuzilmani yangilash bilan cheklanib qolmayapti. U hududning boy tarixi, jozibadorligini oshirish, aholi bandligini ta'minlash, milliy merosni asrab-avaylashga qaratilganligi bilan ham ahamiyatlidir.